Uyushtirmaymiz. Qolmaganlar xohlasalar yoqmadi deylar. Marg'ilon xonimlari Maryam Shopda. Bugun xaridorlardan живой отзывlar eshitamiz. Aytgancha, manzilimizni ham bilib qo'yaveringlar. Qumtepa dehqon bozori bilan yonma-yon. Maryam Shop haqida fikrlaringizni bilsak bo'ladimi? Yoqdimi? Yo'qdi, rahmat, yaxshi ekan. Narxlari-chi? Narxlari ham yaxshi. Qayerdan kelyapmiz? Oqtepadan. Oqtepa qayerda? Oqtepa, Oltiariq tomon. Oltiariqliklar, qo'shnilar taklif qilib yuboring. Xudo xolasa taklif qilamiz, kelinglar. Qo'shnilari, otangiz nima opa? Sadoqat. Sadoqat opani qo'shnilari kuy bo'lasizlar hozirgi masalan. Maryam Shop do'koni sizga yoqdimi? Juda yoqdi. Hamma yo'llar arzon, hamma yo'l yoqadigan. Hammaniga o'ziga mos chiroyli narsalar. Rahmat olib kelganlarga. Maryam Shopda yana bitta qulayliklardan biri o'zini ovqatlanish zonasiga egaligi. Hozir shu joyda o'tirgan xaridorlarimizdan ham so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Maryam Shopga kelganmisiz oldin? Yeni kelish. Birinchi marta kelishingiz, narxlarimiz yoqdimi? Narxlar yoqdi zo'r. Sifati-chi? Satalo. Qayerdan kelyapsiz? Lelindan. Lenali qo'shnilarga chaqirib bering. Taklif qiling. Belinliklar, bo'yto'pliklar, qizloyliklar kelaveringlar. Narxlar yaxshi. Mana bizda живой отзыв. Uyushtirmaymiz. Qolmaganlar xohlasalar yoqmadi deylar. Ko'p narsa olamiz. Ha? Ko'p narsa olamiz. Oldin ham olganmisizlar? Hozir ham olib chiqdik. Hozir ham oldiray. Narxlarimiz qanaqa? Yaxshi. Xodimlarimiz qanaqa? Aytavering, yomon bo'lsa kesamiz. Hammalari muomala yaxshi. Hozir ham narsa olib chiqdik, yaxshi. Sifat qanday? Sifat Yurtga yaxshi. ketmadimi bir kunda? Yo'q, ancha kiydik. Ancha kiydilarni. Qo'shnilar bir taklif qilamizmi? Qayerdan kelyapsiz? Yumshatda. Qo'shni ekanmiz, ha? Har kuni chiqing. Xafa bo'laman.